Assalomu alaykum azizlar, sizlar kanalda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Sizlar bilan esa har doimgidek baxtim. Bugungi temamiz aynan taksi faoliyatida bo'ladi azizlar. Anchadan beri kuzatib bo'layotgan bo'lsangiz, Surxondaryo viloyati Sariosiyo Emsov uzun territoriyasida shu onlayn taksi, Allo taksi, Yandex taksida ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Endi bu videoni chiqarishdan maqsad sizlarga taksi prilojeniyasi aslida qanday ishlanib kelgan shu davrgacha, hozirgacha va oldin qanday boshlangan, hozirga kelib qanday qilib narx-navo yo'lkiraga qo'yilyapti, kilometriga nimani hisobidan qo'yilyapti, shular to'g'risida sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tamiz azizlar. Videoni o'tkazmasdan batafsil tomosha qilsalaring bu narsani tushunasizlar. 2018-yil Rossiya Respublikasida taksida ishga kirdim. Ya'ni Yandex taksida ham ishga kirdim, Citimobilda ham, InDriverda ham, Boltda ham, Vizyotda ham, Uberda ham hammasida ishladik. Undan keyin dastavkaga chiqdi. Dastavkada o'zi esimda borini aytaman, chunki ancha bo'lib bularga ishlamaganimga Delivery Club, Samokat va hokazolar chiqdi. Boshida Yandexga любой kasbda, misol uchun Yandex emas, Samokatmi, Ubermi, qaysi birida ish faoliyatini boshlamoqchi bo'lsangiz, boshida Yandex sizda ekzaminni o'tkazadi. Boshqalar ham xuddi shunday, чтобы narushение qilmasligingizni xohlaydi. Qaysi agregatorda ishlasangiz ham birinchi o'zini pravilasini, foizlarini va tariflarini tanishtirib o'tadi. Shu narsalarga agar rozilik bersangiz, hujjatlaringiz tomonlarida hamma tomonlamalarda porядка bo'lsa, sizni ishga oladi. Ya'ni trебованияsi nima? Ularning talabi mashina ularning talabiga mos kelishi kerak, yiliga ham, keyin tarifiga ham, keyin sizning haydovchilik guvohnomangiz ham 3 yillik staji bo'lishi kerak hamda prilojeniyani yaxshi o'zlashtirib olishingizni talab qiladi. Va shu rus tilini minimalniy bo'lsa ham salom alayk qilib klientlar bilan muloqotingiz yengil bo'lishi uchun savol javob qiladi. Bu agregatorlarda hammasida ishlab ko'rganmiz. Bu ishga kirib kelishimizdan maqsadimiz o'zimizni o'zimiz ish bilan ta'minlash bo'lgan. Ya'ni kim birovning qo'lida ishlamaslik. Qachon oyligimizni beradi, qachon bermaydi. Ketali ham bo'lganmiz. O'zlaringizga men buni yuqorida ham aytib o'tganman. O'sha sizlarda stroykadan taksi faoliyati, dastavka faoliyatiga chiqishlaringga ham mana shu turtki bo'lgan menga. Shu ya'ni kim stroykadan bachalar pulini ola olmagan, bo'lsa ham kech olgan, siz pulingizni kech olyapsiz, bu siz vaqtingizni yo'qotyapsiz degani. Buni sizlarga tushuntirayotganimiz sababi planingiz bo'yicha ishlaysizda oyligingiz kelmaydi. Planingiz bo'yicha ishlaysiz, yana oyligingiz cho'ziladi. Sizning ishingiz bo'yicha qaytib kelmaydi, qaytib tiklanmaydi. Shu hisobga olgan holda men sizlarni ishga taklif qilganman. Shu Yandexda ham, bu yerda kuryer sohasida ham, velosiped bilan ham ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni hech kimni qo'liga qarab qolmaslik maqsadiga sizlarni ishga taklif qilganman. Bu chiqarayotgan videolarimizdan ko'pi o'zimizga minus bo'lib kelgan. Misol uchun bizlar chiqarayotgan reklamani ular kuzatib borishgan va o'sha kuzatib borishganlar YouTube'ga jalba tashlagan, videoni bloklatgan yoki bo'lmasa o'zimning aloqaga chiqib videoni udal qilishgan. Hamda men ham bundan mustasno emasman. Men ham shu ishdan volit bo'lganman, ya'niki ishdan haydalganman. Shunga qaramasdan sizlarga yana video chiqarishni davom ettiramiz azizlar. Bugungi temamiz aynan shu Yandex taksi bo'yicha bo'ladi. Yandex qonun qoidasini buzsangiz sizni jarimaga 2018-yildan adashmasam boshlandi. Yandex taksiga ishga kirishimdan oldin o'zi taksini kelib chiqishi bu счетчик bo'lgan azizlar, счетчик bo'lgan va shu ratsiya orqali zakaz berilgan voditelga. Voditel ularga hech qanday protsent emas, Yandex debman, shu agregatorga ular oylik to'lov bo'lgan. Ya'ni biz ham ishlaganmiz, shu payti 4000 rubl to'laganmiz oyiga. Siz ishlaysizmi, ishlamaysizmi, a'zo bo'ldingizmi, oyiga 4000 rubl to'lardingiz. Keyin ratsiya orqali ular sizga ratsiya beradi, sotib olasiz. Ratsiya shunda 7000 rubl edi. Ratsiya sotib olasiz, ular sizga klient turgan joyini aytadi, siz borasiz, klientni olasiz, o'sha yerda счетчик bor, bosasiz, manziliga eltib qo'yasiz, nechta pul bo'lsa olaverasiz. Bu yerda hech qanaqa foiz degan narsa yo'q edi. Faqat oylik to'lov bor edi. Ana undan keyin prilojenelar, ya'ni taksida prilojenelar chiqib ketdi. Bu o'rtaga ko'p taksi agregatorlar Yandex tufayli yo sotilib ketdi yoki bankrot bo'ldi va hokazo.
yangi agregator chiqadi, yangi pravillar bilan Yandex o'sha pravillarni o'g'irlab olib, uni chetga surib qo'ydi. Nimaiki chiqsa. Misol keltiramiz. Bu yoqda Vizyot bor edi, Vizyotni oldi. Delivery Club bor edi, Delivery Clubni ham o'zi sotib oldi. Hozir Yandex Delivery bo'lib qoldi. Agar e'tibor bergan bo'lsalaring, Yandex gruppasi bu juda ham boy gruppa azizlar. Bunda Yandex o'z o'rnini topib olish uchun boshida kam protsent, ya'ni kam protsent hamda voditellarga garantiyli dohod berardi. Garantiyli dohod, misol uchun 15 ta zakaz qilsangiz, 20 ta zakaz qilsangiz, sizga достаточно, ya'ni siz 3000 rubl ishlasangiz, 15 ta zakazdan 5000 rubl qilib tushirib beraverardi. Ya'ni siz pribelda edingiz. Minusda emas. O'shanda Yandexning komissiyasi o'zi kam, lekin voditellarga qo'shib berardi. Shu tarzda biz ishlar edik. Bundan keyin Yandexda o'zining raqamlari bor edi. Dispetcherga telefon qilasiz, Yandex taksi yetib keladi, prilojeniyani yo'qasiz, ketaverasiz. Keyin klientlar uchun mobil qurilma ishlab chiqarildi. Mobil qurilma bu, ya'ni telefon qilib dispetcherdan taksi zakaz qilmaysizda, o'z turgan joyingizda voditelga ko'rsatgan holda qayerga borishingizni hamda necha pul bilan borishingizni ko'rsatib qo'yadigan bo'ldi. Shunda Yandexda foizi sekin-sekin ko'tarilib borib, dispetcherskiy kamayib ketib, hozirgi paytga kelib umuman dispetcherdan foydalanilmaydi. Ya'ni O'zbekiston territoriyasida dispetcher aloqa xizmati mavjud emas. Rossiyada shu narsa mavjud edi, keyinchalik kamayib ketdi. Hozir faqat voditellarga ishlayapti. Klientlarga bu narsani kamaytirib yuborgan. Ya'ni oylik berishi to'xtatilgan gruppa. Bu har bir dispetcherga oylikni ajratadigan bo'lsa, hozir mobil qurilma klientlarga ajratilganligi uchun bu narsaga ehtiyoj kamayib ketdi azizlar. Hamda har bir poyezdkani robot proverka qiladigan bo'ldi. Ya'ni bu yerga hech qanday inson qaramaydi, robot qaraydi. Telefonni полностью kuzatib boruvchi juda ham umniy prilojeniyani sozdавать qildi. Shunda siz lokatsiyani ham, internetni ham, Wi-Fi bo'lsa Wi-Fi'ni ham o'chira olmaydigan qilib qo'ydi. Yandex jarima qiladigan davrlarda men bu narsani bilmaganman va qandaydir konflikt bo'lib passajir bilan, o'sha konflikt tufayli meni 5000 rubl jarima qilgan. Yandexga telefon qilib, nimaga menga 5000 jarima qiling? 5000 pulimni qaytar. Bu yerda sen nohaqlik qilyapsan deganimda, Yandex bu narsani biz kuzatuvga olganmiz. Agar hamma narsa to'g'ri bo'lsa, pulingiz обязательно qaytarib beriladi degan. Va 3-4 kundan keyin yana texpodeshkaga yozyapman. Javob hali ham o'rganilmoqda deb kelgan. Shunda Yandexga nakazat qilish uchun Yandexda dostavka tarifidan 2 ta iPhone telefon oldim. 2 ta iPhone telefon oldim. Olib borib beradigan joyga olib borib bermadim. Ya'ni Yandex meni foizim olgan pulimni qaytarib bersin-da, mendan olgan balansimdan olgan pulni qaytarib bersin-da va men telefonni egasiga beraman deb o'zim shart qildim. Va bu narsani men dispetcherlarga ham aytdim. Telefonni olib borib bermayman, faqat sen meni balansimni to'ldirib bermasang. Yandex aytdi. Sen olib borib bermasang, seni ishingni sudda ko'rib chiqishadi. Agar olib borib bersang, biz seni pulingni qaytarib beramiz dedi. Men olib borib bermadim. Bu yerda shartim men qo'yaman, pulni berasan, keyin men telefonni egasiga beraman dedim. Telefonni egasi telefon qilyapti, telefonni olib kelib bermadingiz deb. Men aytdim, Yandex meni mana shunchaga jarima qilgan. Meni pulimni qaytarib bersa, men sizning telefoningizni beraman. Lekin meni qilgan ishim hech qanaqasiga foyda bermadi. Yandex pulimni qaytarib bermadi va meni mashinam taksoparkdan bo'lganligi uchun taksopark kattasi telefon qilib, falon joyga borar ekansan dedi. Bordim uchastkovaga. Borsam telefonni egasi o'sha yerda ekan. Telefonlar qani deb aytdim, men aytdim telefon mashinada. Mashinadan borib telefonni olib keling dedi. Keyin men telefonni olgan mashinaga bordim. Bu yerda ekspertlar turibdi, qo'llarida qo'lqop kiygan. Kamera turibdi, xuddi men o'g'irlab qochib ketganday. O'zi вообще-то ham-ku deyarli shunday bo'lgan. Lekin men o'g'irlik emas-u, olib bermaganligim uchun bu ham bir o'g'irlikni turiga kiradi. O'zlari perchatka bilan telefonni olib, haqiqatan ham biz telefonni mana oldik, mana o'g'ri oldimizda syomkalar qilishib, ichkariga olib kirib ketdi. Keyin mendan so'radi, "Nima uchun telefonni oldingda olib borib bermading? Sen Yandexda ishlaysan-ku, senga biz pul to'layapmiz-ku" deb aytdi. Men aytdim, Yandex meni mana shunchaga jarima qilgan.
Men senga ham aytdim, pulimni bersa, men sening telefoningni beraman. Bo'lmasam bermayman. Yandex meni pulim bermayapti. Mana 3-4 kun bo'lib ketyapti. Ulardan javob faqat nazoratdasiz. Tekshirib ko'ryapmiz. Tekshirib bo'lgach, pulingizni qaytaramiz deb javob beryapti deb aytdim. O'shanga qaramasdan telefonlarini berganimdan keyin ham bu Yandex jarima qilayotganligini даже o'sha Rossiyada militsiyalar ham bilmas ekan. Приложениeni ko'rsatdim, haqiqatan ham shunaqa bo'lgan. Men ham telefon egasiga shu gapni aytganman. Yandexni nakazat qildingmi deyapti. Yo'q, pulimni qaytarib bermadi. Qani bu yerda Yandex deyapti mana. Qani sen kelding mana. Bizning oldimizda turibsan. Yandex qani deyapti. Yandex yo'q, lekin Yandex ana shunaqa qimmatbaho dastavkalarda narxini ham qimmat qilib, straxovka ham qiladi. Ya'ni agar mabodo водитель olib borib bermasa yoki yo'lda biror narsa bo'lsa, Yandex buni qoplab beradi. Shu narsalarni Yandex barpo etdi. Keyin menga nisbatan telefon egasining hech qanday adovati yo'q. Mayli ketaversin, yoshlik qilibdi. Bu Yandexdan pulni olmoqchi bo'lgan, haqiqatan ham Yandex pulini bermagan shu tufayli Yandex nakazat qilaman deb men telefonimni olib qolibdi. Meni bunga davoim yo'q. Mayli qo'yib yuboringlar dedi. Ikkita yangi telefon, o'shanda adashmasam iPhone 12 edimi, yo 11 edimi, shu atrofda edi-da, yangi chiqqan iPhone'lar edi. Yo 10, yo 11, yo 12 shulardan biri edi. Telefonlarni berganimdan keyin meni 5000 rubl shtraf qilib, keyin qo'yib yuborgan. Shunda ham 1 sutkadan keyin qo'yib yuborgan. Men 1 sutka ham emasda, endi kechqurun kelgan bo'lsam, ertalab chiqarib yuborgan. Shundan keyin Yandexni men sekin-sekin o'rganib chiqdim. Endi sizlarga yetkazmoqchi bo'lganim, Yandexning narxi hozirgi kunda nima uchun arzonligi, bu yerda bizning dispetcherlik aloqamiz yo'qligi, ya'ni siz dispetcherga telefon qilib qayerga kelishingizni ayta olmasligingiz. Shuni hisobidan hozirgi kunda bizning deylik odamlarimiz priложениyadan unchalik foydalanmaydi. Faqat aloqada yo 1062 yo 1064 yoki bo'lmasa 1221 yoki 1177 shularga telefon qilib taksi zakaz qilishadi va водительga qayerga turganlarini aytishadi. Orientirda aytishib, misol uchun shu yerda turibmiz, kelib olib keting deb. Yandexda unaqa narsa emas. Yandexda siz priложениyada ko'rsatasiz, qayerda turganingizni, qayerga borishingizni, narx qanchaligini hammasini ko'rsatib turadi. Bizlarda shu narsa ham mavjud, lekin bizning aholimiz bundan foydalanmaydi. Sizlarga men shu narsani tavsiya berib o'tgan bo'laman. Siz telefon qilib, taksi chaqirib, manzilingizga arzon yetib boraman deb o'ylaysiz. Aslida priложение bilan undan-da arzon yetib borishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda tariflar mavjud. Standart, ekonom, komfort, premier va tak dalее. Sizlarga maslahatim, priложениyadan обязательно foydalaninglar. Priложение bu sizni qayerdan qayerga borishingiz, necha pulga borishingiz hamma tomonlama ko'rsatib, aniqini aytib beradi. Ya'ni siz necha pul bo'lar ekan degan fikr miyangizdan o'chib ketadi. Siz telefon qilib chaqirsangiz, yerga taksi kerak desangiz, keladi taksi va qayerga borishingiz, necha pul bilan borishingizni bilmaysiz. O'shaning uchun обязательно sizlar priложениyadan foydalaninglar. Ya'ni o'sha tushunmayman deb yurganingizdan ko'ra tushunib turib, o'shandan foydalansangiz, har bir poyezdkangizdan обязательно ekonom qilasiz. Mana bu narsani ekonom desangiz bo'ladi. Shunda sekin-sekin onlayn taksini ham, alo taksini ham dispetcherga kamayib, narxlarni tushirib, ish o'rinlarini demoqchiman. Ish o'rinlarini bo'shatib, hamma narsani robotda o'ziga qo'yib beradi. Shunda agregatorlar ancha yengil tortadi azizlar. O'shaning uchun priложениyalarni bemalol Play Marketdan, App Store'dan o'tib skachat qilib ishlatib ko'rsalaringiz bo'ladi azizlar. Bu lokatsiyasi yo'q, lekin orientirda shopirga aytib, qayerga borishingizni ham shopirga aytishingiz kerak. Chunki Yandexga o'xshab mukammal rivojlanmagan kompaniyalar bor bu yerda hozir. Onlayn taksida ham, alo taksida ham priложениyasi mukammal emas. O'shaning uchun sizni водитель qayerda turganingizni priложениyadan ko'ra olmaydi va qayerga borishingizni ham ko'ra olmaydi. Shunchaki yozuvlar turadi xolos. Sizlarga обязательно video yoqqan bo'lsa, like dan qo'llab-quvvatlaysizlar. Kelasi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.